10-si Alloh uchun yaxshi ko'rish kerak, Alloh uchun yomon ko'rish kerak. Albatta biz kimlarnidir yaxshi ko'ramiz, kimlarnidir yomon ko'ramiz. Nimalarnidir yaxshi ko'ramiz va nimalarnidir yomon ko'ramiz. Endi u yaxshi ko'rishimiz va yomon ko'rishimiz o'zimizning shaxsiyatimizdan kelib chiqib turib belgilanadi. Palonchini yomon ko'rasiz. Nima uchun? Sizga bir marta guruh qilib qo'ygan. Palonchini yomon ko'rasiz. Nimaga? Bir marta nonushtaga aytganingizda nima qilmay qo'ygan? Bormay qo'ygan. Sizni shaxsiyatingizga tekkani uchun yomon ko'rasiz. Yoki aksincha, palonchini yaxshi ko'rasiz. Nima uchun? Bir paytlar sizga nima qilganda yaxshilik qilgan edi. Yoki bo'lsam, qandaydir sizni tijoratingizga, sizni bir yurgizayotgan siyosatingizga uni foydasi bor. Lekin musulmon odam bu narsalarga qaramaydi. Birovni yaxshi ko'radigan bo'lsa, Alloh uchun yaxshi ko'radi. Birovni yomon ko'radigan bo'lsa, Alloh uchun yomon ko'radi. O'sha yomon ko'rayotgan odamini shaxsiyatini yomon ko'rmaslik kerak. Qilayotgan ishini yomon ko'rish kerak. Masalan, o'g'irlik qilayotgan o'g'rini ko'rganda o'zini yomon ko'rmaymiz biz, musulmon sifatida. Biz qilayotgan ishini yomon ko'ramiz.